Xo'p, nima bo'lgan taqdirda ham biz davom etamiz va navbatdagi rezidentimizni badiiy san'at markaziga joylaymiz. Bu inson Hamdullayev Shohruz. Bidigullar ozorliklar bilan. Marhamat. Sarı jasur kızıl kuk üstüne odadamiz qara ketadamiz qara lentadamiz. Assalomu alaykum ahli jamoat. Yaxshimisizlar? Hamma telefonda o'qiyapti. Men sal farosatimni ishlab qog'ozga chiqarib keldim deb o'qiydigan narsam yo'q ekan. Shuning uchun betib olaman. Xolos. Stand up'da men ham kulgili narsa deb o'yladim. Mendan oldinga chiqqan bolalarni eshitib, fikrimdan qaytyapman asta-asta. Xolos, dadam haqida gapirmoqchiman. Dadam ayamni endi shunchalar yaxshi ko'radi, qaytib tushuntirsam. Shunchalar rashk qiladi, hatto chaqaloqligimda mendan rashk qilgan. Ayamni. Ayam menga sut berayotgan payti bitib qaraydi. Keyin beshikda yolg'iz yotgan paytim keladi, o'g'lim, deb birovni haqqini yeyish yaxshi emas. Keyin yo, keyin bildim, surishtirdim. Dadam ham o'sha paytlar kashayib boshlagan ekan. Keyin men har xil kuruklar bo'ladi, bilasizmi? 2-3 bola yig'ilib bitta kurukcha qilib oladi. Keyin ana yig'ma kuruk bo'ladi. Katta, kichkina bolalar bitta kurukcha yasab oladi. O kurukda eng qiziq narsa, ana 30 yoshli uylanmagan bolaga 20 yoshli uylangan bola panetga beradi. Aka, to'yda unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Keyin 30 yoshli aytadi, jahli chiqadi. Uka, men ana kunga yetib olsam bo'ldi, o'zim bilaman nima qilishdi. Keyin hamma kuruklarda qo'shiq aytadigan bolalar bo'ladi, bilasizlarmi? Qo'shiq aytib qoladi o'zidan o'zi. Kvartiramizda ham bitta shunaqa bola bor, qo'shiq aytayotgan. Qo'shiq aytay dedi, ha, ayt dedim. Keyin bir kun aka, men kimdir maqtagan bo'lsa kerak-da, men talantliman dedi. Qanaqa talantlisan dedim. Odamlar og'izda aytsa dedi, men boshqa a'zolarim bilan qo'shiq ayta olaman dedi. Keyin hay iqtidori bor ekan dedim, ayt dedim. Ana bola qo'shiqni boshladi-ku. Shunchalar qo'shiq aytayapti. Yig'lab eshityapmiz ana o'zi. Keyin mana ha mayli dedik, bir toza havo olaylik dedik, derazani ochdik. Eshik taqilyapti. Hansi qo'shnilar o'zlaring qo'shiqlarni o'zlaring eshitinglar, biz nima eshitamiz? Keyin mana rektor degan noyob insonlar bo'ladi. Rektorlar haqiqatan noyob inson bo'ladi. Bunaqa insonlar 1000 yilda bir tug'iladi. Keyin men prorektor deganlari bo'ladi. Ular sal noyobroq, 500-600 yillarda bir tug'iladi. Keyin men dekan, zam deganlar 100-200 yillarda tug'iladi. Mana Twitterlar, ular har kun tug'iladi. Mana raddimga borsalar 3 ta chaqaloqdan 2 tasi Twitter desa men deb turadi ular. Keyin men qizlar ko'p ekan, Instagramda reelslarni ko'rib, men qizlarga qanaqa bolalar yoqishini ko'rib keldim. Mana qizlarga yoqadigan bolalar o'zini oyligidan 3 barobar ko'p pulni ana qizga berish kerak ekan. Keyin to'ydan keyin yiliga 3 marta chetga borib kelish kerak ekan. Mahrga ko'p pul berish kerak ekan. Qizlar ana osmonga tupurib peshonaga tushirishni yig'ishtirik. Shunaqa bola bormi deb rostdan izlandim. Keyin ana yoshligida qizlik bilan shug'ullangan, hozir ona miqyosiga yetgan odamlardan so'radim. Rostdan ham shunaqa bolalar bormi desam, "Ya unaqa bolalar yo'q, bolam" dedi. "Ne bo'lib qolsa ham" dedi, "olib tashlaymiz, kerak emas hech kimga" dedi. Keyin mana 14-yanvar yaqin kelishib olaylik qizlar, hammamiz kelishib olaylik. Mana 15 minglik do'xi, mana naski, paypoq, mana qo'l ro'molcha berishlar yig'ishtirik. Keyin qimmat sovg'alardan beringlar, sal e'tiborli bo'linglar. Ja sovg'a nima olay deb topa olmasalar, bir $200 pul beringlar. $200 bitta zvechka. Keyin ja bo'lmasa, ana studentimiz, pulimiz yo'q desalaring, men lablaring bor, Xudoga shukr. De qog'ozchaga
deb bersalarga mana bola xursand keyingi yilgacha. Sizlardan boshqa hech bola talab qilmaydi. Qani kim filologiyada o'qiydi qizlar? Bo'pti, qizlarni olib tashlaymiz. Kim filologiyada o'qiydi? Filologiyada o'qiydigan qizlarga hayron qolaman. Sizlar bunday bir o'qishdan tashqari hayotga ham bir vaqt ajratinglar. Men filologiyada o'qiyotgan qizni yaxshi ko'rib qoldim-da, uni qizga xat yozdim. Keyin bir qarasam, dugonasi javob xatini olib kelib berdi. Xursand bo'ldim, nima yozganligini shunday ochsam, uni xatimni tekshirib, xatolaringiz ko'p deb 2 qo'yib yuborgan uni. Keyin qizlarga rostdan tushunmayman. Sevgan qizimga jonim Dubayga 2 kishilik bilet bor ekan. Skitga ketyapti ekan, o'shani olaylik dedim. Yo'q, bora olmayman dedi. Nimaga aytsam, pulim yo'q deydi. Keyin yaxa gap unda emas-ki, boraylik, men foydalanib qolaylik, yoshmiz dedik. Pulim yo'q, pulim bo'lsa boramiz dedi. Haydi, keyin bormadik. Yo, to'g'rida uni puli bor paytda skitga bo'lam, bo'lmaymi kim? Keyin men har xil gap yuradi azizlar, hayot deydi, teatr deydi. Bizlar ana teatrdagi aktyorlarmiz deydi. To'g'ri, hammamiz aktyormiz, aktrisalarimiz. Keyin aktyorlik mahoratida improvizatsiya degan narsa bor. Agar siz improvizatsiyani ishlatmasdan o'sha yozilgan ssenariy bo'yicha ketsangiz, hayotingiz qanday yozilgan bo'lsa shunday ketaveradi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Mahoratingizni ishlatib improvizatsiya ishlatsangiz, tabriklayman, siz yangi cho'qqiga erishasiz. Aktyorlik mahoratini zo'r ishlatib, yaxshi rol o'ynab bersangiz, tepada bizga mukofot kutib turibdi. Keyingi hayotda ko'rishguncha rahmat, sizlar bilan Shohroz Hamdullayev bo'ldi. Sana pul hal qiladi, farqi yo'q qanday ish bo'lsa, muhimi cho'tela to'lsin. Hamma bilsin qanday zo'rsan, sistemaga qarshi belsinadi. Farqi yo'q. Rahmat. Shohroz, anu kulgili bo'lmagan joyda odamlar qarsak chalsa bo'ldi, ket, rahmat deganida, u darsi davom etish kerak degani emas. Qisqa qilib tushuntiryapman endi buni. Kelajakda endi sizlarga dars bo'lsin degan ma'noda. Rahmat.